Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Aralash yakka kurashlar tarixidagi buyuk jangchilardan biri Jorj Saint-Pierre Islam Makhachev va Yan Machado Gari o'rtasidagi chempionlik jangi haqida fikr bildirdi. O'ylaymanki, bu ajoyib jang bo'ladi. Yan Gari jiddiy raqib va jangchi, ammo Islam har doimgidek jangni parterga o'tkazishga harakat qiladi. Agar u buni uddalay olsa, ustunlik uning tomonida bo'ladi. Agar Yan Gari jangni tik holatda ushlab tura olsa, unda aynan u ustunlikka ega bo'ladi. Shunday ekan, bizni juda qiziqarli qarama-qarshilik kutmoqda. Umuman olganda Islam ko'nikmalar to'plami bo'yicha raqibidan ustun turadi, chunki u universalroqdir. U hamma narsani bajara oladi, ayniqsa kurash va grappling haqida gap ketganda. Bu komponentda uning yaqqol ustunligi bor va menimcha u aynan shunga e'tibor qaratadi deb aytib o'tgan afsonaviy kanadalik sobiq UFC chempioni. Agar Makhachev chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilsa, u ketma-ket 17-g'alabasini qo'lga kiritadi va tashkilotning eng uzoq g'alabalar seriyasi bo'yicha rekordchisiga aylanadi. Biroq Saint-Pierre'ning fikricha rossiyalik yana bir tarixiy yutuqqa erishishi mumkin. Ehtimol vaqt o'tishi bilan u o'rta vazn toifasiga ko'tarilib, 3 ta divizionda UFC chempionlari klubini ochishga urinib ko'radi deya qo'shimcha qilgan afsona. Eslatib o'tamiz do'stlar, Islam Makhachev va Yan Machado Gari o'rtasidagi chempionlik jangi mana shu yaqinlashib kelayotgan 15-avgust kuni Filadelfiyada o'tkaziladigan UFC 330 turnirining asosiy voqeasi bo'ladi. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Islam Makhachev haqiqatan ham 3 ta vazn toifasidagi chempionlik kamarini qo'lga kirita oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Nursulton Ro'ziboyev jang qilayotgan vaznda UFC reytingi yangilandi. UFC promosheni tomonidan o'rta vazn 84 kg toifasining yangilangan reytingi e'lon qilindi. Rossiyalik Ikram Aliskerov Bokuda o'tgan UFC Fight Night 280 turniridagi g'alabasi evaziga top 15 ga kirib oldi. U braziliyalik Bruno Ferreirani hakamlarning yaqtil qarori bilan mag'lub etgan edi. Ushbu vaznda amerikalik Sean Strickland amaldagi chempion bo'lib turibdi. Chempionlik kamarini aynan Shonga boy bergan Hamza Chimayev reytingda birinchi o'rinni etgan. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev aynan Boku turnirida ketma-ket 3-g'alabasini tantana qilgandi. O'rta vazn toifasidagi aralash yakka kurash ustamiz g'olibona yurishga qaramay, hozircha reytingda top 15 ga kirgani yo'q, balki keyingi g'alaba unga bu eshikni ochar. O'rta vazn reytingi chempion Sean Strickland, Hamza Chimayev birinchi o'rin, Drix Duplessis ikkinchi o'rin, Nasruddin Imavov 3-chi, Brende Allen 4, Caio Baralho 5, Anthony Hernandez 6, Joe Pietres 7, Rene de Rinder 8, Israel Adesanya 9-o'rinda, Robert Uchiker 10-chi, Jared Cannonier 11-chi, Jerori Rodriguez 12-chi, Christian Duncan 13, Roman Rolidze 14, Ikram Aliskerov 15, Bo Nickal 16-o'rinni band etgan. UFC prezidenti rasman e'lon bilan chiqdi. Ularning barchasi bilan shartnoma tuzmoqchiman. Dana White jahon boksi yulduzlari haqida gapirdi. UFC rahbari va Zuffa Boxing promotori Dana White amaldagi shartnomalari tugagach, yetakchi bokschilarning barchasi bilan muzokara olib borish niyatida ekanini ma'lum qildi. Shu bilan birga u boshqa promotorlar bilan shartnomaga ega sportchilarni o'z tomoniga og'dirib olishni maqsad qilmaganini ta'kidladi. 4 oy avval hamma bu raqobatdan zavqlanayotgan edi. Endi esa negadir hech kim xursand emas. Nima o'zgarganini tushunmayman. Shaxsan men hali ham bundan katta emotsiya olmoqdaman. Bo'layotgan barcha jarayonlar menga yoqyapti. Nazarimda hozir bu holatda rohatlanayotgan yagona odam menman. Avval ham aytganimdek, yakuniy xulosalarni yil oxirida chiqaramiz. Hozircha hammasi yaxshi ketmoqda. Men boshqalar nima qilayotgani haqida o'ylamayman. Bu meni umuman tashvishlantirmaydi. Agar bizga haqiqatan ham shunday xat kelgan bo'lsa, biz hech kimning shartnomasiga aralashishga urinmayapmiz. Yaqinda shunday holat bo'ldi. Bir yigit biz bilan muloqot qila boshladi. Keyin kimdir uning amaldagi shartnomasi bor dedi. Agar insonning shartnomasi bo'lsa, biz darhol muzokaralarni to'xtatamiz. Biz faqat erkin agent bo'lgan va qonuniy ravishda muzokara olib borish huquqiga ega sportchilar bilan gaplashishni istaymiz.
Men jangchilarni shartnomalariga amal qilib turgan paytda o'z tomonimizga og'dirib olish yoki shunga o'xshash ishlar bilan shug'ullanmayman, ammo mendan Shakur Stevenko bilan shartnoma tuzishni istarmidingiz deb so'rashsa, albatta istardim. Devin Haneychi: Men ularning barchasi bilan shartnoma tuzmoqchiman. Qachonki ularning shartnomalari yakunlansa va biz bilan qonun asosida muzokara qilish imkoniga ega bo'lishsa, hammasi bilan gaplashamiz deb fikr bildirgan Dana White. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Bizning o'zbekistonlik professional bokschilarimiz ham aynan MMA da o'zlarini sinab ko'radimi yoki yo'qmi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Mana do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.